Marilyn Monroe'ning nega yosh va jozibali ko'ringanini bilasizmi? Albatta bu genetika emas. Marilyn Monroe deganimizda ko'pchiligimizni ko'z oldimizga oppoqqina chiroyli bir ayol keladi. Va uning bu go'zallik timsoli bo'yicha har xil afsonalar hamda mishmishlar juda ham ko'p. Marilyn Monroening davrida, ayni 1930-yillarda kosmetologiya, kosmetologik protseduralar, yoshlik eliksiri hali rivojlanmagan davrga bo'lishiga qaramasdan, u juda ham yosh, qomati joyida, terisi tarang va sog'lom ko'rinishda bo'lgan. Buning siri esa boya aytganimdek juda ham oddiy va u o'z intervyularida shuni aytgan: nonushtasiga ko'pincha sut va tuxum iste'mol qilishini va haftada 2 marta ilik sho'rvani iste'mol qilishini aytib o'tgan. Ilik sho'rva bu tabiiy kollagen bo'lib, aminokislotalarga, minerallarga boy hisoblanib, soch va tirnoqlarni sog'lig'iga, terini tarangligiga va bo'g'imlar sog'lig'iga javob beradi. Demak, biz yosh va jozibali bo'lishimiz uchun trend ketidan emas, buvimizni qozoniga ham e'tibor berishimiz kerak. Kommentariyada Monroe degan so'z yozib qoldiring, men sizga to'liq retseptini yuboraman va har doim yosh ko'rinishga harakat qiladigan dugonangiz va yaqiningizga bu videoni albatta yuborib qo'ying.